Qarsildoq piyozli halqachalar tayyorlaymiz. Hattoki piyozni xush ko'rmaydiganlar ham mazza qilib yeyishadi qarsillatib. Ovozlarini eshitinglar, qarsillashini chips yegandek qarsillatib yeb tashlashadi bolajonlaringlar. Piyozli halqalarimiz uchun 2 dona kattagina piyoz kerak bo'ladi. Piyozlarni postini artib, katta dumaloq qilib kesib olamiz va uni muzdekkina suvga ajratib solib qo'yamiz. Shunda piyozimizning achchiq ta'mlari suvga chiqib ketadi. Bu orada klarni tayyorlab olamiz. Un, paprika, murch, tabga qarab tuz, bir donagina tuxum va ozgina suv solib, klarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Klarimiz tayyor. Endi halqachalarimizni yaxshilab quruq salfetkaga artib olamiz. Istasangiz bunaqa bittalab artishga erinsangiz, unga botirib olishingiz ham mumkin. Halqalarimizni avval klarga, so'ngra esa panirovchniy suxarikka botirib olamiz yaxshilab. So'ngra qizib turgan yog'imizni ikki tarafini qizartirib pishirib olamiz. Ortiqcha yog'larni qog'oz salfetkaga shindirib olamiz. Qarsildoq mazali halqachalarimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Oling, siz ham qarsillatib yeb oling.